sifatiga ta'sir qiladi akalar. Qisqasi, ustakalarimiz ko'pchiliklari Ko'ksaroy seriyaga Benfix Grand Clay'dan rang chiqarishga qiynalishayotgan hozir Muzobxondan master class olamiz. Mana qancha oq bor edi-yu, qancha qora qo'shildi. Hech qancha qora ko'p qo'shilmaydi. Sababi qoramiz nimasi kuchli, oqda yog'ib qoladi, ya'ni qorayib ketib qoladi. Mana seriya chiqib olsa, O'zingda ochlik qiladi. Nima yoki kili qurigandan keyin yana ochiradi. O'sha hisobiga ozgina to'qartirib olinadi. O'sha Ko'ksaroyga bunday qaraganda bu to'q deydigan atititili qo'shilgani yo'q. Qani balachasi? Balachasi hali qo'shilgani yo'q. Bu hozir qurigandan keyin rangi ocharib qoladi deb yana qora qo'shdingiz o'rta. Mana shu eng to'g'ri holat. Mana bu atititil mana bu hisobga juda ham kam qo'shiladi, sababi tez qotib qoladi bo'lmasa. Mana shu atititildan qancha qo'shilganiga qarab bu Grand Clay shuncha soniyada qotadi. Rang chiroyli chiqdi, mana. Hech qanaqa irgimchi bo'lib boshqa bo'lgani yo'q. Uni bemalol ko'rishlar mumkin. Ideal turibdi. Keyin Grand Clay'imizga misol uchun seriya rang chiqarmoqchi bo'lsangiz, o'zidan olib qo'shsangiz yaxshi. Color yoki shu kabi qo'shimchalar qo'shishlik sifatiga ta'sir qiladi akalar. Ideal. Yumshoqlik, bitimli bo'ladi. Kerak ko'ryapsizlarmi? Chotki chiqdi xolasa. Mana shu tartibda tayyorlasangiz, mana tayyor Grand Clay'imiz, uni rangi tayyor bo'ldi. Keyin atititil qo'shishlikni tavsiya qilamiz. Ideal holatda. Xo'p, endi Benfix'imiz o'zini ham ko'rsatib beraylik. Qoramiz mana. Oqimiz. Mana ko'ryapsizlar, hozir sveji olib tayyorladik. Agarda sizga ham mana shunaqangi sifatli Grand Clay'lar kerak bo'lsa, bemalol Benfix Grand Clay'larni tanlashingizni tavsiya qilamiz.